bizni horlama ana göz boy boy ana göz boy boy ana göz boy boy ana göz boy boy Sen oynamalı mı? Ha? Adamlar içinde kalktı patladı. Ana göz boy boy, ana göz boy boy, ana göz boy boy, ana göz boy boy. Bir kişi yapma bir muhabbet ya. Erkinligimizning ovozlariga bundan keyin minglab, millionlab mana shunday xushovoz kuylar kelaversin deya. Davralarimiz qizgan sari qizib, jo'shgan sari jo'shib, ikki insonning mana shunday baxtli ko'ngliga shunday kuylar bilan, shunday jozibali o'yinlar bilan kelgan ekanmiz. Alisherga tushgan bir kulib, bir quvonib, bir kulib, bir tirjayib, bir suhbat bilan mana shu bo'lg'usi kelinimiz, bo'lg'usi singlimiz mana shunday baxtxonamizning baxtli kelinchagi bo'lmish Zilfiyaxon bilan o'zingning suhbatlarini qilib, o'zingning dil so'zlaringni mana shu birga aytib, birga jaranglatib, aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animat bir shaxsatır ila bezamoq umr daftarin deya mana Zilfiyaxon singlimiz o'zining hayot daftarini oltin zarlar ila bezab, uning oltin zarlab har betiga Alisherdek bir umr insonni, umr boqiy bir insonning umrini oltin zarlar bilan bog'lagan ekan. Shu oltin zarlaring ismi jinsiga mos bo'lgan mana shu Alisherdek ukalarimiz bilan birga o'ynab o'sib, mana shunday xonadonlarda, mana shunday ovalarda shunday bir quvonib, bir baxtli oila bo'lib yuringki, sizni ko'rgan, sizni havas qilgan har bir bo'lgusi kelinchak hammasi havas qilsin deya baxtli kechamizning baxtli ishtirokchilari bo'lmish mana shu o'tirgan aziz ukalarimizdan so'z berishni davom ettirib, endigi yaxshi so'zlarni ukamiz bo'lmish Rustonbekdan eshitsak deymiz. Alisher og'amiz bilan biyimiz boladan Zulfiyaga vaqt tilayman. Ulayim tezroq qanday bo'ldi. Ulug'bekdan to'yinda shunday o'tiraverik hazrati. Vaqtni bozorlar. Qo'shiqlarimiz. Hammamiz hazrati o'tiraylikdan ustolda o'tiraverdik, davralarga chiqib, birgalikda hazratib, birgalikda ichib, birgalikda kuylab, birgalikda raqslarimiz bilan Ulug'bekni ham niyatlarga yetib, endi navbat Ulug'bek meniki deya quvonib, o'zining jismi so'zlarini aytib, Rustonbekdek do'stlarga niyatini aytgan ekan, niyatlari niyatga o'lasin deya ota-onamizga baquvvat bellarni baquvvat qilib, endigi to'ylarim mana shunday tarannum bo'lsin deya baxtli kechamizning baxtli ishtirokchi bo'lmish. Shunday kunda shunday qo'nib, sochilib, ochilib o'tirgan
Dilbarxonning deganlarida men Dilbarxondek singillarimiz kelgan endi yaxshi so'zlarni singlimiz Dilbarxondan eshitdik deymiz. Dilbar Mana bugun Zulfiya opam bilan Alisher opamning vaqtida savoq shamda o'tirar ekanman. Men shu fursatdan foydalanib bu ikkala yoshga uzoq umr, sihat salomatlik, dunyodagi barcha shodliklarni yu quvonchlarni tilayman. Dunyoda eng baxtliman deganlardan ham baxtli bo'lishni tilardim. Birdan bir tilagim baxtli bo'lingiz. Hamisha ahil va inoq bo'linglar. Arzuga ayib yo'q deganlaridek xonadon to'lguncha farzand ko'ringlar. Rahmat. Rahmat singlim qarsaklar bo'lsin. Mana shunday singlimizni aytgandek, mana shunday ukalarimizni aytgandek, orzu niyatlarga o'xshalib, ularning 10 tarafda 10 farzand, chap tarafda 10 farzand bo'lib, mana shunday bir baxtli oila bo'lsinki, mana shunday bir qutlug' to'ylarga kelib, shunday yaxshi niyatlarni men aytganman deb o'tirgan mana shu Dilbarxon singillarimizning niyatlari orzu umidga yetsin deymiz. Mana shunday kunki, bu kunda inson sayramasdan bo'larmi? Shunday baxtki, yetlamasdan bo'larmi? Davramizda shunday kuylar yanglamasdan bo'larmi deya, davramizda bor ekansiz, shirin so'zga boy ekansiz. Dugonangiz to'yda bugun so'z eshitga shay ekansiz degan mana Yulduzxondek jismiga mo'min osmonlarning yulduzdek yarqlab turgan singillarimizdan Yulduzxondek singillarimizdan eshitdik deymiz. Alisher og'amlarga baxtliman, hamisha baxtli bo'lsinlar. Hayotda ardoqlar kichik insonni voyaga yetkazgan oni emasmi? Agar shunday bo'lsa, aytingchi do'stlarim, sahar qaynona ham oni emasmi? Rahmat singlim, qarsaklar bo'lsin. Mana oshpazimizning shunday baxtli oqshomimizga tayyorlagan taomlari oldingizga tortilib, shu taomlardan olib o'tirib, ikki insonning sog'ligiga ko'targanlar elidan, ko'tarmaganlar 100 eldan olib, mana shu yaxshi niyatlarni ayta olmagan o'zining ichidan aytib, aytganlar mana shu mikrofonlardan aytib, yaxshi tilaklar